uyimni kim olishdan qat'iy nazar aniq ochidan o'lmaydi. Chunki 12:30gacha ishlaydigan birinchi qavatda tamaddixona bor. Siz uyga chiqib turing, men reklama pulini olib chiqing. Chochinglarni uchigacha qarzga botib ketgan bo'lsanglar ham bu yerda tinch yashaysizlar, chunki begonalarga umuman eshik ochishmayapti. Даже meni ham 1 tiyinga olishgan yo. Podyezdni o'zi bitta tema. 24 talik uncha-munchasini uyda konditsioneri podyezdga qo'yib qo'yishgan. Shunday balkoninglardan qaraganinglarda G'ofur G'ulom parkini mana shunaqa top-toza demayman-ku, suvi ko'rinib turadi. Esingizda momentlarda oldin parichkalar o'pishib o'tirardi, shular qarab o'tirasizlar. Ne turibsizlar? Uyni ko'rish tekin, kelaveringlar. Qizlarjonlar, qaranglar, o'zimda kiyim mashinada bo'lganiga hammani o'zimdek o'ylayman. Mana shu garderob qismini qilganmiz-da. Qishki yozgi kiyimlarni, oyoq kiyimlarni bemalol mana shu yerga tiqib qo'ysanglar bo'ladi. Oynasi ham bor. Aytgancha, bu zal qismimiz, zalimni juda ham yaxshi ko'raman va erim mana mashitga bitta meni knopkamdan boshqa hamma включательlarni qo'ygan. Shunaqa ham ko'p bo'ladimi? Bu yoqda Onyx tosh, o'zim sevib qo'ydirganman shu Onyx toshni. Hamma texnikalar Hoffman mebellar yasalgan, gatoviy olmaganmiz, juda ham chiroyli qilib moslatib yasalganmiz. Buni xohlasanglar balkonga olib chiqib qo'ysanglar ham bo'ladi. Biz pakashotga qo'yib turamiz. Televizor 65 talik, bemalol PlayStation o'ynasanglar ham qotib qolmaydi. Oshxona qismida qizlar yaqinda olib kelib qo'ydim men barni stollarni. Bu yerda prosta gap sotib, tam u yoq bu yoq choy-poy taylagungacha gap berib o'tirasizlar. Atak ovqatni u yoqda ovqatlansanglar ham bo'ladi, bu yerda ovqatlansanglar ham bo'ladi. Qaranglar qizlar, bu yerda bizani balkon o'zi ochiq bo'lgan, lekin buni turmush o'rtog'im chang bo'lmasin deb shunaqa oyna bilan yopganlar va katta ko'chaga qaragan oynalarimizni hammasi. Hamma so'ragan mana shu mo'shi pilisos ham mana shu uy egasiga qoladi. Har bitta uyi dekorlariga ahamiyat berganman va mehr bilan qilganman. Deylik, mana shu освежитель $130 turadi. Shunaqa hidi gupilyapti. Bu yoqda to'g'rida sanuzel. Sanuzelda ham ko'rib turganlaridek polniy santexnikalarni Vianidan qilganmiz va Hoffmanni eng qimmat stiralniy 2 qavatli kir mashinasini qo'yganmiz. Har bitta xonadonimda qatidadir yashil nimadir bor. Vot bu spalnini imindan men yashil qilib tanlaganman. Ko'chani vidini qaranglar. Shunaqa menga mashinalarning shovqini yoqadi. Shkopni aynan shunaqa o'lchab razmerini qilganman, sababi ko'yniklarim uzun-ku, yerdan g'ijim bo'lib turmasin deb katta shkop qildirganman. Ishoninglar, bu shkopga kiyiminglar ketib, uje garderobinglar ham bo'shab qoladi. Men bu ham MDF o'zi gipsokartondan yasasizlar deb beruvdi dizayner ham, lekin yillab xizmat qilsin deb MDF dan qilganmiz. Xonadonimizda 68 kvadrat metrdan iborat bo'lib, Energy Park, ya'ni Chilonzor Targov sentrida joylashgan. Narx-navosiga keladigan bo'lsak, pastga raqam qoldiraman, bemalol murojaat qilib, narxlarni kelishtirsanglar bo'ladi. Chunki orada makler yo'q, o'zimizda sotayotganimiz uchun chiroyli narx qilib beramiz. Eslatib o'taman, barter yoki bo'lib berish yo'q, faqatgina naqd pul.